Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga avtomatika darvozamiz hamda yoniga kalitkasi bilan birgalikda Bog'doddagi avtoservis, avtovakuum ustaxonasiga o'rnatib berganmiz. Darvozamizni bo'yi 390 ga, eni 360 qilib o'rnatib berganmiz. Yoniga kalitkasi bilan birgalikda ish jarayonimiz bitdi. Mana usta akamizga pultini topshiryapmiz. Aka, muborak bo'lsin. Qattiqroq gapiraverasiz. Instagram profilimda Shukurlar avtomatik darvoza profilini kuzatib mana shu akalarni ishlarini ko'rdik. Juda chiroyli, bizga ma'qul keldi. Sizlarga tavsiya qilamiz. Ishlariga gap yo'q, ishlariga omad. Qutlug' bo'lsin aka. Har qanday fasadga servis hamda avtoservis uy-joylarga, garajlarga bu tushuvchi avtomatika darvoza haqida ma'lumot olish xohlasangiz, Shukurlar avtomatika darvozasiga buyurtma qilishingiz mumkin hamda ekran pastidagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotni telefonda aytib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmay, yanada yangi darvozalar qo'yib yuborishni kuzatib boring.